Heyeju, senga nima bo'ldi? Ozishning eng yaxshi usuli ozroq ovqatlanish yoki tashqariga chiqib mashq qilishing mumkin. Qani, dangasa bo'lishni bas qil. Shunday qilib odamlar giyohvand moddalarni iste'mol qilishga o'rganishadi. Endi chiq. Chiq dedim. 진짜 못생긴 것들이 정말 진짜 성격도 진짜 안 좋아. Hiyejun, jim tursang-chi. Fajju, men tatoist bo'lishni rejalashtiryapman. Do'stingning kelajagi uchun buni qilishim mumkin, to'g'rimi? Iltimos, bunday qilmang. Uzr so'rayman, iltimos qilyapman. Bos qiling, iltimos. Ovozingni yo'q, menga yoqmayapti. Men senga qimirlama dedim. Hiyeju, biroz sabr qil. Hiyeju, Bu sabr unga qil arziydi. bunga. Iltimos, jim bo'l. Tura qol, yig'layapsanmi? Biz seni chiroyli qilish uchun harakat shunchaki qilyapmiz. chiroyli qilishni istayman. Iltimos, bas qiling. Iltimos. Doyong, meni ismimni tatuirovka qil, shunda u meni hech qachon unutmaydi. Cho'chqaga muhr bosish bu juda ham g'alati. Yeju, xavotir olma. Bu shunchaki tatuirovka, u o'chib ketadi. Hammasi mening aybim. Men bu yuz va bu tana bilan tug'ilmasligim kerak edi. 어떤 얼굴로 그냥 이 세상에 살아가는 게 문제. To'g'ri. Sen haqsan. Nima? Albatta hammasiga sen aybdorsan. Buni qanday ayta olyapsan? Nima deyishimni xohlaysan? Bo'ldi, bas. Men bunga loyiq bo'lish uchun nima qildim? Semizligim men aybim emas. Gap tashqi ko'rinishingda emas. Nima? Men seni shaxsiyating haqida gapiryapman. Sen hatto ularga qarshi kurashmaysan. 성격이 Yeju. Men nima qilishim kerak? Ularga chidashdan boshqa nima ham qila olardim? Qanday jur'at etaman? Aytish oson, lekin ular senga hech narsa qilmagan. 쉽겠지. 그게 쉽겠지 너는. Sen hech narsani bilmaysan. Dadam og'ir aqliy zaiflikka ega. Men hatto uning cheklarini ham nazorat qilishim kerak. O'rta maktabda o'qib yurgan paytlarim bu haqida mish-mish tarqadi va meni ko'p haqorat qilishdi. Gohida yolvorardim, gohida chidardim. Ammo ular buni to'xtatishmadi. 괴롭힘의 수위만 더 심해지더라. Men bu haqida uzoq va qattiq o'yladim. Men ularga nima qildim? Bu sen aybing emas. Sen haqsan. Bu mening aybim emas. Shunday qilib men aqldan ozishga qaror qildim. 소리 지르고 시치게 Qachon ular meni ursa baqirib yubordim. O'shandan beri hech kim meni haqorat qilmadi, 괴롭히더라. lekin do'st bo'lishni ham istashmadi. 없었지만. Nima demoqchisan? Aytmoqchimanki, tashqi ko'rinishingni o'zgartirishing kerak emas. O'zingga nisbatan qattiq qo'l bo'lma. Men senga yordam beraman. Hiyejun, men ham sen bilanman. Uyg'on ahmoq. Jin ursin seni. Sen mening kunimni buzding, buni bilasanmi? Buni qanday qilib o'rnini to'ldirasan, ha? Gapir. Yurtingga tezda jo'na. 야, 대답해. Men senga gapiryapman, tur o'rningdan. Yaramas ahmoq. La'nati sochiq bosh. 매너자년이. 아씨. Salom Fatjo.
Hoy. Yaxshimisan? 거야? O'zingga nisbatan qattiqqo'l bo'lma. Men senga yordam beraman. Nonushtaga cho'chqa go'shti yedingmi? Sendan shunday hid keldi. Bu shunchaki Fajjuning tana hidi. 어떻게 여자 브라를 보는데 1도 안 걸리나? 존나 Sen doim la'natchi chiqadek ovqatlangansan. U bilan ozishing mumkin emas. Kitobni ovoziga qarab baholama. Eshitdingmi meni? 딸내미 일어나! 일어났어? 얼른 씻고 밥 먹어. Sizga maktabga bormayman dedim. 먹어. Men o'sha tabletkalarni hazm qildimmi? 소화한 거야? Shundan so'ng ham men hali ochman. 어? Ha, men shunday cho'chqaman. 뭐야 이거?